Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib borayotgan butun O'zbekistonimizning futbol ishqibozlari. Mana bugun yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan har payshanba kuni yoshlar bilan uchrashuv kuni tashkil etilgan. Mana bugun bizning payshanba kuni Qashqadaryo viloyat futbol akademiyasida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustozi, bir necha yil Qarshining Nasaf jamoasining bosh murabbiyi Ro'ziqul aka Berdiyev tashrif buyurganlar. Ro'ziqul aka, xush kelibsiz Qashqadaryo futbol akademiyamizga. Ko'z bilan ko'ryapsiz futboldagi maydonlarni. Bilamiz, rahbarimiz Nurol aka Sultonov bilan bir jamoada to'p surgansizlar. O'sha avvalgi sharoitlar bilan hozirgi sharoitlar baribir ancha farq qilsa kerak. Taqqoslab bo'lmaydi hozir. Endi prezidentimizning o'zi tashabbus ko'rsatib, o'sha sharoitlarni juda yaxshi qilib beryapti. Futbolimizga, sportimizga e'tibor qaratib. O'ylaymanki, bu uzoqda ko'rib qilinadigan ishlar bu albatta samarasini beradi. Mana shu qilingan e'tibor davlatimiz tarafidan, prezident tarafidan bo'ladigan e'tibor sifati tufayli biz Olimpiada jahon chempionati ishtirokchisi bo'lyapmiz. Prezidentimiz bosh rahbarligida bundan ham zo'r bo'lamiz. Chunki men ishonamanki, o'sha Olimpiada jahon chempionatlariga muntazam qatnashadigan bo'lamiz. Chunki yaratilgan sharoit, bundan foydalanadigan imkoniyatlar albatta bunga zamin bo'ladi. Mana ko'rib bu joylarni albatta men bilamanki, o'sha prezidentimiz tarafidan bu 30 milliardni qanchagadir 32 milliardga qurib berildi-da, o'zlarining tashabbusi bilan bu kelajak uchun qilingan o'sha ishlarni bilaman. Bu albatta o'z mevasini beradi. Hozir ko'rib bolalarni shug'ullanayotganini, bunaqa maydonda, sun'iy maydonlarda shug'ullanayotganini ko'rib Nurali bilan hozir shu yoshligimizda eslab turuvdik. Bizda bunaqa sharoitda bo'lmagan. Biz o'sha loy maydonlarda, tuproq maydonlarda o'ynab ko'rsa bo'lganmiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Albatta yoshlarimiz bu imkoniyatlardan foydalanadi. O'zlarini sog'lom inson sifatida ham, kuchli sportchi sifatida ham butun insonlar sportchilarga yetishadi. Bu uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Rahmat, Ro'ziqul aka. Hozir endi yoshlar bilan faollar zaliga chiqamiz. Yoshlar bilan ozroq motivatsiya berishingiz uchun